Otalar xayoldan osonlikcha chiqmaydi. Chunki ko'zga qaraysan. Meni yaxshi ko'radimi? Mendan mamnunmi? Mendan rozimi? Ko'zga qaraysan. Bolaligingda boshqacha qaraysan, yoshligingda boshqacha. Bolaligingda qahramonim deysan, yoshligingda dushmanim deysan. Hayoting otangni yengishga harakat qilish bilan o'tadi. Hayoting otangni yenggan payting boshlanadi. Yana ham to'g'risi sen shunday deb hisoblaysan. Tugadi degan joyingda, uni yengdim degan joyingda qanday katta xato qilganingni tushunib yetasan. Chunki otang suyanchig'ingdir. Undan ko'mak olasan. Yelkaningdir, shamolini u puflaydi. Portingdir, bo'ronda undan boshpana topasan. Hatto o'zing sezmasdan ovoziga ham taqlid qilasan. Kulishiga taqlid qilasan. Savoblariga, gunohlariga taqlid qilasan. Hatto umuman sezmasdan. Otalarini gunohlarini o'g'illari tortadi. Xo'p, o'g'illarni gunohlarini kim tortadi?